Demak, bugungi mavzuyimiz haqiqiy sonlar va ular ustida amalan. Birinchi misol. Berilgan ifodani hisoblang deyilgan ekan. Birinchi misol. Demak, 3 kira 3 9, 1 ni qo'shsak 10 bo'ladi. Ya'ni 10 taqsim 3 qilib yozib oldim mana bu ifodani. Bu keyingi ifodani 5 kira 5 25, 2 ni qo'shsam 27 taqsim 5 qilib yozib oldim. Keyingi ifodani 54 taqsim 10 o'tirgan 2 taqsim 3 qilaman. Demak, qisqartiradiganlarimiz 9, 18 ayrilgan 18 5. 18 ayrilgan 18 taqsim 5. Mahraj beraman 5. 90 ayrilgan 18. 72 taqsim 5. Bu 14,4 yoki 14,2 taqsim 5 bo'ladi. Ajoyib. Keyingi misol. 2,5 ga 1,5 qo'shish kerak. 4 bo'ladi. 6 dan ayirishimiz kerak. Buni men 1,2 qilaman. Bo'lingan 6 qo'shilgan 1 taqsim 5. Seni yopamiz. 0 1 taqsim 1 taqsim 2 yozib olaman. Demak, 4 ga 0,4 4,4 bo'ladi. 4,4 ni 4 ga bo'latsam 1,1 bo'ladi. Birdaniga yozib ketamiz. 11 taqsim 10. Demak, keyingi ifoda 4. 4,8 ni 6 ga bo'lib 1,5 ni qo'shishimiz kerak va 11 taqsim 20 ga qo'shishimiz kerak. Demak, xo'sh, 4 ko'paytirilgan 0,8 qo'shilgan 0,2 taqsim 11 taqsim 20. Mana 1 bo'ladi. 4 ko'paygan 20 taqsim 11. 80 taqsim 11 bo'lar ekan. 7,3 taqsim 11. Adashmasam shu. Qayerda xato qildik? 4 1 taqsim uzr. Mana bu yerda xatolik ketibdi. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 44 taqsim 10 bo'lingan bo'ladi 1 taqsim 4 bo'ladi. Mana shuni. Xo'sh. Ko'paytmaydi. Mana 11 bo'ladi. Har bir bilan bo'lib qo'yaylik. 22. Har bir 11 taqsim 23. Testda xatolik bormi deyman. Testda xatolik bor. Keyingi misol o'taylik. Keyingi misol. Sonlarni taqqoslang. Agar kasr va suratning mahrajida orasida bitta son farqi bo'lsa va bir nechta sonlar berilgan bo'lsa, ularni taqqoslashda hammasi mahraji suratdan bitta songa katta bo'lsa, mahraji eng kattasi katta bo'ladi, mahraji kichkinasi kichkina bo'ladi. Hozir bu yerda bizada mahraji kichkinasi A,
keyin o'rtachasi B, keyingisi C bo'ladi. Ya'ni A, B, C. C javob. Keyingi misol. Bunda A kvadrat minus B kvadrat mana shu formuladan foydalanamiz. Ya'ni 4 minus 0,9 0,9 4 plus 0,9 taqsim 2,3 qarsini tashqari chiqarib ketadigan bo'lsam 5,2 7 1,7 bo'lar ekan. Xo'sh, demak. Xo'sh. 3,91 ko'paytirgan 4,09. Mana buni ko'paytmasi, mana shu ko'paytmasi 3,91 bo'ladi. Javob 4,9. Keyingi misol. Qadam hisoblash. 38 dan 21 17, 17 kara 14. 17 kara 14. 170 qo'shilgan 68. 238. Ajoyib. Keyingi misol. 135 145 taqsim 72 ko'paytirilgan 144 qo'shilgan. Keyin 1 taqsim 72 bo'ladi. Demak, keyingisi 88 taqsim 100 1 taqsim boshqacha ekan. Bunda 8 taqsim demak 8 taqsim 9 qo'shilgan 1 taqsim bu ham 8 taqsim 9 bo'ladi. Mana bu bilan mana bu teng. Shunda 8 taqsim 9 qo'shilgan 9 taqsim 8 72 bo'ladagina 64 ga 81 72 145 bo'lar ekan. Tepadagi mos bo'lar ekan. 145 ko'paytirilgan 145 taqsim 72 ko'paytirilgan 1 taqsim 72 taqsim 145 taqsim 72 ko'paytirilgan 145 taqsim 72 degan taqsim 5. Mana qisqarib ketar ekan. Shunda javob 0,6. Ajoyib. Keyingi misol. Mana shu sonni qo'ysak, demak. Buni topish uchun 2 ni 33 ga bo'lamiz va qaysi raqam takrorlangan bo'lsa 13-raqamdagi o'sha raqam bo'ladi. 33 sondagi o'rindagi demak 0 virgul bo'ladi. Yana bitta virgul qo'yadigan bo'lsak demak 333 6 tadan bo'ladi. 198 ya'ni 6 bo'lib ketaveradi bu yoq. 06 06 o'zi.
Shuni oldi virguldan keyin bu 1, 2, 3. Toq o'rinda 0 bo'lyapti. Demak, 13-raqamdagisi ham 0 bo'ladi. Keyingi misol. Xo'sh, mana misol ishlash kerak. 2018 ni kvadrati minus 1 taqsim 2018 ko'paytirilgan 2018 tepada bo'ladidagina 2017 pastda bo'ladi. 2018 da qisqaradi. Keyin mana bunda 2018 minus 1, 2018 plus 1 bo'ladi. Minus 1 2017 bilan qisqarib, bizda 2019 degan natija oladi. Keyingi misol. Xo'sh, bunda hammasini 111 ga qisqartiramiz. 4 taqsim 3 taqsim 6 333 ga qisqartirsak 1 taqsim 3. Mana ikkalasi 1 taqsim 3 bo'ladi. Shunda 4 taqsim 3 taqsim 3 6 taqsim 3 2 bo'ladi. Javob. Keyingi misol. Bunda 5 ni bu tomonga minus ilzosi 5 b ni bu tomonga olib o'tamiz. Bizda 5b. Hozir agar bizda a va b ni ratsional son degan, o'shaning uchun biz bunga irratsional son qo'ya olmaymiz b ni o'rniga. Agar b ni o'rniga irratsional son qo'ya olmaydigan bo'lsak, mana a imiz ham ratsional son bo'lib qoladi. Ratsional son bo'lmay qoladi. O'shaning uchun bitta yechim bo'ladi. B ni o'rniga 0 qo'yamiz. B ni o'rniga 0 qo'yamiz. B teng 0. B teng 0. Shunda a minus 5 teng 0. A ni 5 ligiga kelib chiqadi. Buni a kvadrat minus b kvadrat topadigan bo'lsak, a ni kvadrati 25 ayrilgan 0. 25 ga teng bo'ladi. Keyingi misol. Bu ifodani yechish kerak. 3,7 bo'ladi. Ya'ni mana bu ifoda. Keyin 64 taqsim 49 ko'paytirilgan 6 kar 8 48 tildagi bilan 49 taqsim 8 bo'ladi. Necha degan bo'lsak, 7 va qisqarsa 8 va qisqarsa 8 qo'shiladi 11,7 javob. Inglizcha mahraj 27 beraman. Shunda 29 minus ifodada bo'laman. Demak, 29 taqsim 27 ayrilgan 4 taqsim 27. 24 taqsim 25 taqsim 27. Buni ko'paytiramiz. 3 taqsim 5 ga. 9 5. 5 taqsim 9 bo'ladi. Tepa demak 86 ayrilgan 19 taqsim 1 taqsim 67. 77 67 ikkalasi qisqaradi. Keyin qo'shilgan 35 taqsim 36. Ikkalasi mana 1 taqsim 36, 35 taqsim 36 ikkalasi 1 ni beradi. Va javob bizda 5 taqsim 9. Keyingi misol. Mana buni birinchisini 111 ga qisqartiramiz 2 taqsim 3. Ikkinchisini 222 ga qisqartiramiz 2 taqsim
3 bo'ladi. Ikkinchisini 330 ga qisqartiramiz. Ikkinchisi ham 2 taqsim 3 bo'ladi. Jami bizda 6 taqsim 3 ni 2 ni beradi. Juda javob. Keyingi misol. Mana bu kvadrat, bu ham kvadrat. O'rtada mana 5,34 ikkilangani va mana shundan 5,34 qo'shilgan 3,66 ni kvadrati deymiz. Taqsim xo'sh. Tagidagisi mana bu 9 ni beradi. 9 ni olib chiqib ketadigan bo'lsam 12,72 5,28. Demak, mana bu 10 ni kvadrati. 9 ni kvadrati 9 ko'paytirilgan 9 qilaman. 9 ko'paytirilgan 17 18. Ikkalasi qisqarsa 1 taqsim 2 bo'ladi. Ajoyib. Keyingi misol. Ikkalasi 38 60 bo'ladi. 60 kara 10. Hop. 6 kara 14 600 248 40 bo'ladi. Ajoyib. Keyingisi mana buni A minus B plus B ochamiz. 0,04 minus 4 0,04 plus 4 taqsim 2,2 ni tashqariga olib chiqib ketsam 61 dan 43 ni ayirsak 18 mi qoladi? 1,8. Demak, minus 3,96 ko'paytirilgan 3,96. Ikkalasi qisqarib minus 4,4 qoladi. Ajoyib. Keyingi misol. 10 taqsim 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 5 1 taqsim 5 ko'paytirilgan 8 taqsim xo'sh 15 18 6 taqsim 5 1,2. Ajoyib. Keyingisi xo'sh 1 minus 1 taqsim 1 taqsim 8 taqsim 1 minus 1 taqsim 1 minus 9 taqsim 1 minus 1 taqsim mana uni minus chiqadagini minus 1 taqsim 8 chiqadagini uni plus 1 taqsim 8. 1 plus 8 teng 9. Ajoyib. Keyingi misol. 19. Demak, mana shu misolni qiymatini topishimiz kerak. Qaranglar endi. Xo'sh. 2000 ni ko'paytirgan 2020 ga qo'shamiz 2000 ni. Qo'shishar emas. 2000 qilgan 200
yigirma qo'shilgan. Mana bular 1, 20, 200, 2000, 2021 beradi tagini. Hozir bizada mana bular yig'indisida +1 bo'ladi. Adashmasam 2222 javob bo'ladi. Keyingisi 2 taqsim 3 bo'ladi. 0,6 davrda bo'lsa, -2 taqsim 3 taqsim 3 minus -15 xo'sh 2 minus 2 taqsim 3 mana 6 4 minus 9 minus 5,6 plus bo'larkandagina 6 deb aytsak 5 pastga tushadi. Mana 15 ga ko'paytirib demak 2 taqsim 3 ga 4 taqsim 5. Hop, ko'paytirilgan 15. Har birini 15 ga ko'paytirib chiqamiz ichkaridagilar. 15 ga ko'paytirsam 10, 15 ga ko'paytirsam 12. Javob qayerdadir xato qildik-da. 22 chiqishi kerak. 5 4 karra. Demak 2 taqsim 3 uzr. Yo, to'g'ri 2 taqsim. Yo'qman shuni. 15 10 12 15 22 chiqibdi. Yo kaliti adashib ketgan, yo xato ishlatgan. Ancha shudda javob. Xo'sh. Mahraja 42 bo'lgan nechta oddiy kasr bor? Hop. 42 84 qilaylik. Yoki mana bunaqa 3,5 taqsim 6. 23 taqsim buni 11,5 taqsim 14 qilamiz. Buni 7 ga ko'paytirsam 3 kali 7 21 24,5 taqsim 42 bo'larkan. 3 ga ko'paytiradigan bo'lsam 34,5 taqsim 42. Orasida borlari adashmasam 9 ta raqam bor. Ya'ni 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 10 degan. 10 ta ekan. Ajoyib. Keyingi misol hisoblang deyilgan ekan. Xo'sh. 37 taqsim 6 ayrilgan 1 taqsim 2 qarang. 1 taqsim deyapti. 1 taqsim 4. Biz 4 ga ko'paytiramiz. Bizga ko'paytirilgan 50 taqsim 1 da 1 taqsim 2 bo'lish bu 1 da 2 ko'paytirishda
bo'ladi. Mana shuni o'zini ishlaylik birinchi. Demak, mana uni 6 qilib, buni 3 qilaman. Uzr. 2 taqsim 2. O'shanda 4/1 taqsim 6 qolar ekan. Jami mana bu ifoda 2 ga teng 6/1 taqsim 6. 4/1 taqsim 4 ga 6. 25 taqsim 6 ko'paytirilgan 50 taqsim 2. Qayerdadir boshqacha bo'ldimi? Xo'sh, mana buni basini ko'ramiz. 1 bo'lingan ko'paytirilgan 10 taqsim. Ayrilgan 2 kere 4 4 ga 5 taqsim 2. Bo'lamiz 1 taqsim 5 yana 5. Xo'sh. 6 mahraj beramiz. 20 dan 5 taqsim 6 ko'paytirilgan 5. 25 taqsim 6. Ya'ni bizda 25 taqsim 6 ko'paytirilgan 50 taqsim 2 taqsim 6 bilan qisqarsa bizda 25 soni qolar ekan. Bu javob esa C javobda keltirilgan. Keyingi xo'sh. 0,45 ni 9 taqsim 20 qo'yaman. Keyin 2 kere 9 18, 2 ni qo'shsam 20 taqsim 9. 54 taqsim 100 ni 27 taqsim 50 qo'yaman. 27 ga 23 50 bo'ladi. 50 taqsim 27. Keyingisi ham shunaqa bo'lsa kerak. 24 ga 12 taqsim 25. 25 taqsim 12. 3 bo'ladi tepa, past ham 3 javob 1 bo'ladi. Demak, 92 taqsim 100 kere 23 bo'lsa-da to'xtaydi. Mana buni 23 ga bo'larsam 23 taqsim 25 bo'ladi. Mayli. Xo'p, 2 kere 23 bo'lsa-da 46, 50 taqsim 23. Adashibmiz demak. 23 keyingisi. 56 ni 7 qilish uchun mana buni sal muhim emas. 4 ga bo'lib yuboramiz. 56 ni 14 taqsim 25 ko'paytirilgan 3 ga 21, 25 taqsim 7. Bu manimcha 1 taqsim 2 bo'ladi. Keyingisi. Buni ham 4 ga bo'lib yuboramiz. 8 taqsim 25. 25 taqsim 4. Demak, tepa chiqadi. Hisoblashimiz bular 2 dan chiqadi. 2 qo'shilgan 2 qo'shilgan taqsim 6 bo'ladi. 1 taqsim 2 ni beradi. Javob 0,5. Keyingisi sonlarning kamayish tartibida joylashtiring. Kamayish tartibida demak, ochib chiqamiz. 8 bu. Birinchisi 2 taqsim 3, keyingisi 4 taqsim 5, keyingisi 5 taqsim 6. Men boya aytgandim, mahraj va suratlari orasidagi farq 1 ga teng bo'lsa, bunda mahraji kattasi katta bo'ladi. Ya'ni
bir qator sonlar bergan bo'lsa mana shunaqa, ya'ni kasrlar bergan bo'lsa, maxraj kattasi katta bo'ladi. Hozir mana shuni nima deyapti? Kamayish tartibi. Bu mana bunaqasiga ketadi. Lizgan qiladigan bo'lsak, 16 taqsim 2 B javob bo'ladi. Mana xato bo'lib qoladi. Balki olib chiqar. Keyingi misol. Yig'indini hisoblang deyilgan ekan. 5 kilogramimiz bizada 5000 gram bo'ladi. 5000 gram. Nimani taxmin bilsa kerak? Oxiridagi res kerak. 685 gramga 590 gram 1100 1275 gram. 1275 gram. Kelasi yangiligimizda 6275 gram. To'g'ri javob B javob. B javob emas. B javobda 6,1275 gram. Ha javob to'g'ri. 6,1275 kilogram bu. Keyingi misol. Xo'sh, keyingi misolda 136 ko'paytirilgan 118 137 taqsim 137 ga 181 ni qo'shadigan bo'lsam 318 bo'ladi. Buni ham kerakli hozir. 137 ni 236 qo'shilgan B qilib yozib olaman. 318 ni ko'paytiraman. Ayiraman 181. Xo'p, endi qaraymiz. 136 318 137 taqsim ochib chiqaman. Qolsin 236 kara 318 318 degan 181. Endi mana bu ifoda mana bunga teng bo'ladi. 318 dan 181 ayrsam mana bu ifoda qoladi. Shundan 236 ko'paytirilgan 318 qo'shilgan 137 taqsim 236 ko'paytirilgan 318 qo'shilgan 137 teng. Javob 1 ga teng bo'ladi. Javob. Keyingi misol. Oxirgi sahifa. Buni o'zlaringga qoldiraman. O'zlaring ishlaysiz. Bu ham xuddi shunaqa, faqat praktisga, ya'ni takrorlashga. Keyingi misol. Demak, bu misolni qanaqa qilib ishlash bo'ladi? Hozir qarang. 155 bu 200 yo'q, 2 bo'lmaydi. Ikki yuz 89 bo'lsa kvadrat bo'lardi. Ha, bilmasam. 17 ni 18 ga ko'paytiradigan bo'lsak, adashmasam, 17 ni 15 ga ko'paytiraman. 245 chiqadi desam. Yo'q, to'xtaydi. 34. Ha. Mana 255 ni 17 ga bo'lsam 15 chiqar. 247 ni 13 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 169 78. To'g'rimi?
to'g'ri. Shunaqasiga 13 tadan 68 emasdi. 247 bo'lingan 13 tadan 13 117-da 9 tadan 9 deganda 19 bo'linarkan. 361 bo'linadi, keyin 12 tadan bo'ladi. 12 qo'shing. 299 ni qo'shishim kerak. 23 tadan 23 69 13 bo'luv ekan. Hop, 38 mi? Yo'q. 45 adashmasam. 44 ha, bo'lingan 25. Voy. Uzr, mana 20 bo'ladi. 44 javob ber. Bizda oxirgi misol. So'ngra teskari proporsional bloklarga chiqing. Teskari degani 1 taqsim 3, 1 taqsim 6, 1 taqsim 4, 1 taqsim 2 degan ajratilgan. Buni proporsionallikda K harfi bilan belgilanadi. Hammasini qo'shib chiqsak, kiruvchi K'larni 1 taqsim 6 K, 1 taqsim 4 K, teskari proporsionallik shartiga 1 taqsim 7 K. Hammasini qo'shib chiqsak, bizda 560 degan son hosil bo'lishi kerak. Keyin mana bularni topib chiqishimiz kerak hozir bizga. Mana ifoda. Demak, hammasini mahraji necha bo'ladi? 6 kere 2 12, 84 bo'lar ekan. 84 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsam 28 ga 14 ga 21 ga 12 ga teng 560 ga. Hop, 560 endi qo'shadigan bo'lsam, mana ikkalasi 40 ga 35 ga 75 ga chiqibdi. 75 ga taqsim 80 teng 560. 84 bilan 560 7 ga qisqaradi. 7 ga qisqartirsam 80. 7 ga qisqartiradigan bo'lsam 12 chiqadi. Ikkalasi 3 ga qisqartiradi. 25 ga taqsim 4 teng 80. 5 ga qisqartiraman ikkala tomonni ham. 5 ga taqsim 4 teng 16. Qamiz Hisob chiqmayapti hozir. Qayerdadir xato qildik. 84 12 21 14 28. Mana shu to'g'ri. Yoki bo'lmasam mana bunaqa bo'lishi mumkin. 500 ko'paytirilgan 560 ko'paytirilgan taqsim 3. Bu 560 taqsim 560 ko'paytirilgan 1 taqsim 6 bo'lishi mumkin. 280
yoki 560 taqsim 6ni o'zi bo'ladi. Buni javob variantlarida bo'laman. 560 ko'paytirilgan 1 taqsim 4 140 bo'ladi. 280 140. 560 degan 1 taqsim 7 80. Demak, javob o'nli bo'lar ekan. Keyingi testlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat.